hammaga assalomu alaykum bolalar. Hamma yaxshimi, tuzukmi? Hamma bizlar biznesmen hayotimizni bugun biznesmen hayotda birga olamiz. Короче, bugun juda ham qattiq muammolar bo'ladi. Yangi do'konlar ochamiz. Men bu orqamda turgan do'kon meniki. Mana bu yerda ham telefon do'konim bor. Xo'p, bo'lmasa men bugun yangi do'kon zakaz bergan. O'z joylarimizni olib kelishgan. Bratanga hozir men bu yerga pul to'lashimiz kerak. Ammo qaranglar, uyi dahshat buni sotadi, brat, bilaman men. Minecraft buni voy. Wow, buni qaranglar, egasi yo'q, lekin sotadi buni. Qaranglar, xor. Digitalni uyi wow. Televizorda ikki xili bor ekan, bitta kompyuter, bitta televizor bor ekan. Wow. Boy-ku, akajonim, boy-ku, vashshimi? Vashshi, mana bu yerda kechirasizlar. Wow, boy. Agar mana buni bossa, qon. Bu kerak emas. Tak. Bratni o'ldirib ketishgan edi, umarib ketishgan, bilaman. Xo'p, azizlar, bugun nima qilamiz? Bugun kelinglar, men bizneslarimdan xabar olganman. Puli yo'q, umuman, pul narsalar ham yo'q. Lekin ikkita xaridzinniy bor. Bu nimaga bilasizlarmi? Men do'konimni mana bu yerda yangi joy ochganman. O'sha joyga biz bugun tovar olib kelamiz. Ya'ni u joyda biz suv sotamiz. Ya'ni qanaqangi suvlar, akkusurlar, har xil nimalarni sotamiz. Qaldaysan-ku? Mana bu yerda qaranglar. Buni qaranglar. Do'kon bo'lgan o'zi ham yorib olish. Ikkita mana bunaqa zakaz bergan ekanman. Buni prям mana shu yerga, takdan mana shu yerga qo'yamiz. Bo'ldi, kerak emas. Mana bu kabinetlarni mana shu yerdan boshlab asta qo'yaveraman. To'xta. Yana ikkita zakaz berishim kerak ekan, men keyin zakaz berib yuboraman. Buni qaranglar, xirsillar, bu Xo'p, azizlar, agar mana shu kanalimda shaxsan 3 ta obunachi va mana shu videoda 5 ta like bo'lsa, men Streamer Live Simulator 2 o'yinini shaxsan o'zim o'ynab chiqaraman. Ujikicham bo'ldi, zaykasida hech narsa yo'q. Let's go baby. Ertaga qolganini ham, bu meni telefon telefon magazini bu to'xta nimaga bo'ldi chiqdi. Meni uyim komfortligini qaranglar, men bu uy meniki. O'zim shaxsiy bankomatim bor. Kirim bor edi. Burada kirim aylanib yuribdi. Bitta bundan solib qo'yaman. Buni o'rniga opale. Stop. Siyot aylantirib ittalab kechib bersa, talab olib quritishga qo'yib kiymayapti. Bo'laman. Mana buni qaranglar. Kir mashina suyuqligidan tiqildi. Bo'pti, akajon, yaxshi bor. Ertalabdan kadr yoqmagan uchun zo'r qaranglar. Mana bu yerda email boxdan bizga xabar keldi ekan. Buni qaranglar. Voy, kasbita. Ana endi mebel do'koni qilaman. Bu yerda mana eshigim ochiq qoldi. Kerak, uyga marketadi degan odam emas. Buni och, buni stop qil, bularni barchasini olamiz. Tak, bularni kiyib olishim kerak. Yo, bular hali qo'llarni bizni bu yerga alohida. Bu yer ham kir mashina joyiga teganda, lekin normal asabiylashmaymiz. Bu yerda boshqa narsa bor. Tak, bularni ilib qo'yamiz mana bu yerga. Mana bu yerda o'zini joyi bor. Bitta qilib interga olishim kerak. Mana bu yerga asta ilib qo'yaman. Tak. Bular qurib turadi-da bular. Joy yetmay qoldi. Bularni qolganini uyga yo'yveraman. Tak, qayerga yo'ysa bo'ladi. Mana buni ichiga. Ichi ham to'lib yotdi. To'xtaydi. Ikkitasini olamiz, bitta. Ikkitasi bularni qo'yamiz. Okey. 3 tak to'ladim, kechirasizlar. Mana buni qaranglar, 64. Xo'p, bo'ldi, rahmat. Mana o'zi tashib ketishdi. Mana buni qaranglar. Necha pul to'ladim? Mana 64 dedi. Kim e'tibor bergan bo'lsa, videoni orqaga qaytarib ko'ringlar. Iloji bo'lsa, 10 qoldi. Demak, 44800 to'ladimmi? Wow, shu narsalarni o'ziga.
Endi mana bu ishini biz o'ramiz. Mana buni qo'yamiz. O, такой красавчики bo'ldi. Mana bu yerga qo'yaman. Nima deb yozamiz? Qarang. Ko'rsataman. Mana bu yerga qo'yilibdi. Zato Mertov kafe degan joyi bor. Tak do'konga. Va kafega kir. Mazza qilayoryapman. Bombami? Bomba. Ibi bomba 1 2 3 to'rtinchisini qo'yamiz. 3ta qilamiz. Kafemizni menyusi bo'lib. 3ta. Ikkitasini olib qo'y. Bo'ldi. Easy today mana. 3tali bor. To'talaman bu yerga qanaqadir lukmi nimadir qo'yishimiz kerak. Uni keyin zakaz beraman. Hozirchalik mana stullarni qo'yishim kerak. Garang. Telaman ber. Tit. E'tibor bering. Da bo'ldi. Endi mana bu yerga bitta ikkita garang. Bitta. Bitta mana bu yerga. Bitta. Всё, как будто bitta. Hey. Прям тут. Turtali stullar. 1 2 burga emas. 1 2. Garang. Abo. 1 2 tak turtda ketdi bu yerga. 1 2. 1. Ya garang. 1 2. To'rga 8tadan ketdi tarbitasini. 6 7 8tadan bu yerga 8ta bu yerga 4tadan ketdi. Jami hozir bizda 12 ta qolyapti. Let's go. Men bilan o'rnatib bo'lib qadri. Hammasini o'rnatdim. Mana zakaz berdim. Bu tarelka. Bu yerda ovqatlar. Wow, просто. 800 dollargina pulim qoldi. Undan tashqari men bu yerga ham qo'yamiz tarelkalardan. Zakaz bersa, zakazni mana shu tarelka qo'yamiz. Tarelkalarda o'rnatib, chiroq zakaz berishim kerak-da, chiroq. Tarelkalarda o'rnatib qo'yam. Tak. Tak. Bo'ldi. Bo'ldi. To'xtab turing, lozim. Tak, qarang. Nimaga do'konga yana narsalar oldim, kafega. Pulim qolmadi umuman, ko'rasizlar, pulim umuman qolmadi. Mana bu yerda ko'rishlar mumkin. Tak. Xo'p, azizlar, bu videodan maqsadim obunachi yoki unga o'xshagan narsa to'plash emas, shunchaki maroqlilar. Sizlar menga obuna bo'linglar va undan ham ko'p videolarni kutasizlar. Barchaga xayr. Birinchi qism shu bilan tugadi. Ikkinchi qismni kutinglar.